Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Bugungi ko'rsatuvimizda men sizlarga Telegramda qanday qilib o'chib ketgan gruppalaringiz yoki kanallaringizni qayta tiklashlarini o'rgataman. O'tgan safargi videoyimda qanday qilib Telegramda soxta cheklar yasashni o'rgatganman. Bu safargisida shuni o'rgataman. What yozib olamiz. What is on deb yozib olamiz. Birinchisi chiqadi o'zi. Men qaysi chatlar egaman chiqadi. Birinchi botga kiramiz. Hop. Bu yerga keyin men bu yerda o'zim start bosib olganman. Yana start deb yozaman. Hop, mana start. Start deb yozib oldim. Uni yuboraman va bu yerda eng pastida ko'rib turganingizdek bitta buyruq chiqadi. U yerda men o'shani bossam bu yerda o'zim kanallarim va birortasini ustiga bosaman. Masalan, Dilsh savdo mod guruhiga bossam ustiga, hop, yuborishni bosaman. Hozir mana bosdim, yuborish. Mana pastda chiqdi. Dilsh savdo guruhiga qaysi chatga egaman ulashdingiz va o'sha ustiga bossak, o'sha guruhingizga kirasiz. Salom. Keyingi videolarda ko'rishguncha menga like va obuna bo'lib qo'ying. Agarda siz men bilan video olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga plyus tashlang.